namozimizni albatta biz O'zbekiston bo'yicha qolaversa bizni masjidimizdan Imom Azam rahmatullohi masobatida ado qilamiz inshaalloh. Alloh har biringizni shu Imom Azam rahmatullohi alayhi masobatda yurishni shu zotga ergashishni nasib qilgan bo'lsin. Namozlarimizni albatta shu zotning mazhabida o'qigan bo'lsak, birinchi quloq boqishdan boshlashimiz kerak. Namozda biz namoz o'qiyapmizmi, har bir a'zomiz albatta qiblaga qarab turgan bo'lishi kerak. Buni quloq boqishda albatta qo'llarimiz, kaftarlarimiz qiblaga qaragan holatda va sunnati bosh barmog'i uchun quloqimizni yumshog'iga tegishligi kerak. Mana shu holatda quloq boqishimiz kerak. Mana bu sunnat. Ana undan keyingi amal endi qo'lni bog'lashlik. Mazhabda, sunnatda bosh barmoqni, jinjora barmoqimiz bilagimizni ushlagan holatda bo'ladi. Uchta barmoqimiz bilagimizni ustida. Endi buni qo'lni qo'yadigan qayerga qo'yishlik. Ko'pchiligimiz bunday ko'ksimizga qo'yamiz. Farqli holatda o'qimiz buni tashqari qo'l oxirigacha kendini ostida turishi kerak. Bizning mazhabda shunday holatda qo'l bog'lanadi. Shu holatda ado qilishimiz kerak. Endi shu holatda ado qilamiz, albatta Alloh qabul qilsin. Namozdan keyingi turib ketishlarimiz. Ko'pchiligimiz sunnatni ado qilmasdan turib ketamiz. Bu ham yaxshi emas. Mazhabimizga sunnatga xilof bo'lgan ish. Ba'zilar to'g'ri, uyda o'qiyman dedi, boshqasida o'qiyman dedi sunnatlar. Lekin ibodatni, farzdan sunnat o'rtasida boshqa dunyoviy amal qilishlik kerak emas. Avvallari buni to'g'ri, Payg'ambar sollallohu alayhi zamonlarda bo'lgan, undan keyin tobiinlar davrlarida o'zimizni yurtimizda ham ota-bobolarimiz tushuntirganlar. Bomdod sunnatni uyda o'qib farziga jamoat. To'g'ri, jamoat faqat farz namozlar jamoat. Lekin bizlar ba'zi tashvishimiz yo'q. Har bir qadamda dunyo ishidan mashg'ul bo'lib ketamiz. Ibodatning orasiga dunyo ishini aralashtirish kerak emas-da.